Xo'sh. Salom sizlarga yana shu Football Games kanali. Hop. Bugungi mavzu shu Dream Liga mavzusi haqida. Xo'sh, bugun shu to'g'ri nastroyga qilish Dream Ligada va yaxshi to'g'ri taktika va eng yaxshi taktikalarni men o'zim bilgancha, qo'limdan kelgancha o'rgatishga harakat qilaman. Xo'sh, unda nastroykadan boshlasak. Nastroykada eng birinchi game. Xo'sh, bu yerda eng shu kerakli nastroykadan ko'p kamera tubi mana shu TV. Ko'plar Sedelindan o'ynaydi. Bu Sedelin ko'p TVda o'ynagan yaxshiroq, chunki yonboshdan ham olib beradi. Hozir buni o'zim ko'rsatib o'taman. Hop, keyin displeylarga keladigan bo'lsak, mana shu yerda player name degan off turadi. Shuni ham yoqib qo'ysalar ziyon qilmaydi. Audioda xuddi shunaqa qilsanglar umuman xalaqit bermaydi ham, qotishlari ham kamayadi dilsida. 30 ga qo'ysalar ham kommentatorlar ham normal bo'lib pasayib qolmaydi. Mana shu eng pastdagi feedback deganni o'chirib off qilib qo'yasizlar. Ko'pchilikda yoniq shu ham. Keyin kommentatorlarda o'zlaringga xohlagan tilda qo'yib olsalar bo'ladi. Hop, kontrolga keladigan bo'lsak, eng asosiy dilsidan kick assist bilan cross assist xuddi shunday yoqilgan bo'lishi kerak. Shunday yoqilsa, foydalarini qanday nima qilishlarini ko'rsatib o'taman. Hop, bu yerda grafikani iPhone'da o'z avtomatik bo'ladi. Hop, treningga bir ko'rsatib o'tsak. Use the C button to change the active player. Hop, mana. Agar kimda mana shu kick assist yoniq tursak, ya'ni cross assist bilan kick assist shunday tursa, mana hujum qilyapsizlar. Hakimni mana Salohga beryapsizlar. Mana Salohda joystick bunaqa qarab tursa ham, bu yoqqa yaxshi bo'lgan beradi. Bu nima foydasi bor desanglar, bu aniq pas beradi. Bu avtomatik pas beradi va aniq zo'r pas beradi. Mana joystick nariga oldinga nariga tarafga qarab tursa ham ko'pchilik bilmaydi, ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun yaxshi. Bemalol shunaqa o'ynayversanglar bo'ladi. Buni Salohdan da B-da xohlaganlarini pas bersanglar bo'ladi. Faqat eng muhim tomoni buning, hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni mana darvozani oldiga kelganda, masalan, mana darvozani oldiga kelganda bunday tepchilaring ko'pincha tepaveradi darvozaga, qiyshiq tepaveradi. Shuning uchun oldiga kelganda shu joystickni burib pas beraverasizlar. Hop, endi bu yerdan chiqamiz. Men ko'pincha endi taktikalarga maslahat beraman. Eng yaxshi taktika deb o'ylayman men. Hammaga maslahat beraman 4-4-2. Bu taktika o'zi boshida ochiq bo'ladi. Bekordan bekor ochiq bo'lmaydi. Eng yaxshi taktika shu deb o'ylayman, chunki bu yerda 4 ta himoyachi, 4 ta markaziy, 2 ta markaziy hujumchi. Chunki Salah bilan Rodrigo ham hujumga qo'shiladi, maksimal tarzda qo'shiladi. Robinsonlar ham bemalol qo'shiladi. Keyin kamchilik demasa ham bo'ladi. Markazda 2 ta markazda 2 ta yarim himoyachi bemalol yopadi deb o'ylayman. Hop, markazda. Hop, yana bitta taktika maslahat beraman. Mana 4-5-1 taktikasi mana shu taktika. Bu taktika ham shu 4-4-2 ning bittasi desam bo'ladi. Bu ham yaxshi taktika maslahat beraman. Hop, men shu taktikada ko'pincha 4-4-2 taktikasida o'ynaganim uchun ham mana tier 3 daman hozir 2 ga chiqishga harakat qilyapman. Akkauntim ham ja kuchli emas, shuning uchun ham
biroz qiyinchilik bo'lyapti 2 ga chiqishga. Bilasizlar, Tayrushda uncha anaqalarni o'ynamaydi. Xo'p, bitta keyingi videolarda o'ynab ko'rsataman. Bo'lmasam, video yoqqan bo'lsa, like, obuna bosib ketish esdan chiqmasin.